Türkiye'nin ataklık yazgıcısı Reşat Nuri Gontekin'nin Şinjan Halk Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlı romani. Bu roman Belqut şirkətində avazğa ilinib, Belqut torida anlatıldı. Ertesi Peyşembe hava uçuq bolğaçqa, tushdan keyin sayliga chiqatdim. Lekin içim pushib qiynalatdim. Mushundaq o'ylar bilan yana bir kechani o'tkazishdan qo'rqdim. Mudira xonimning oldiga kirib, hammamning og'rib qolganligini aytib, ruxsat so'radim. Ta'limga shu kuni so'rlardan biri kartanga bormoqchi ekan. Arankoy bekitigacha billi berish sharti bilan ruxsat berdi. Qo'limda somkam bilan Chaharbaqqa kelganimizda qorong'u tushay deb qolgan edi. Ishik oldida meni Chaharbaqning ishta qarshi oldi. Bu qiyri ip bekma oshko'z va yipishqoq edi. Yanchiqimda qandaqli bo'lmasin yeydigan bir narsa bo'lishini bilgachga yo'limni to'sib, oldimda oyoqlarini egiz ko'tarib, kaynichi minib, oldi putlari bilan menga yipishmoqchi bo'ladi. Daraxtlar orasidan Kamranning men tarafga kelayotganligini ko'rib, zo'ng'iyib o'ltirib oldim. Va itning usti beshimni rasvo qilinatmasligi uchun paskini putidan tutib oldim. U yo'g'on og'izni ko'rgandek ichib, tilini chiqaratdi. Men bo'lsam uning burnini chimdaydim. Ishqilib aramizda bir o'yin, ya'ni tishlashayotgandek bir ko'rinish bor edi. Kamran yelimga kelgandili ko'rgandek qilib, uning kulishiga bir qarang, og'zi nimachi yo'g'on, timsoqqa o'xshaydi ha? dedim. U ochiq aralash tabassum bilan menga qarab turardi. Itni qo'yib etib, etikimni qaqdim. Qo'limni surtib, Kamranga uzatdim. Salom Kamran, hammamning ahvoli qanday? Og'rig'i ig'ir emas-ku, inshaalloh. U bir oz hayron bo'lib, "Opammi? Opam salomat. Og'riq deb anglaganmiding?" dedi. "Ha-a, og'riq deb anglab, ansirganimdan yakshanbani kutmayla ruxsat so'rab keldim." "Kim aytdi?" "Yangi bir yolg'onni to'qishga vaqt bo'lmag'achqa, doktorning qizi" dedi. "U sana shundoq dedimi?" "Shundoq. Gap orasida sizlarning uydagilar dadamni chaqirtibdi, balkim g'amman og'rib qolgan bo'lsa kerak" dedi. Kamran hayron qoldi. "Xatolashibdi. Doktor keyingi kunlarda opamnimi boshqasini ko'rishga chaqirib kelmadi." Bu inchki gap ustida ko'p to'xtamasdan ko'nglim endi o'rniga tushdi. Bekmi andish qilib edim. Ular ishkirda bo'lsa kerak. Somkamni yerdan elib mangmoqchi bo'lib edim. Kamran qo'limdan tutdi. "Nimaga oldiraysan Farida? Doim mendan qochasan." "Nimishqa? To'playim qistavatido. Endi ishkirga birga kiramizmi?" "Ha, birga kiramiz. Lekin u yerda hammasi bilan gaplashishga majbur bo'lamiz. Holbuki men sening bilan yolg'iz paranglashishni xohlaydim." Hayajonimni yoshirish uchun chaqchaq qilib, "Ixtiyor sizda" dedim. "Rahmat, undaq bo'lsa, hech kimga ko'rinmasdan bog'da bir oz aylanayli." Qechib ketishimdan qo'rqqandek qo'limni qo'yib etmadi. Bo'sh qo'li bilan sumkamni oldi. Yaqin mangdiq. Va'dalashganimizdan beri birinchi qitim yonma-yon. Yengli tutilgan qushning yuriga qanday so'qsa, mening xuddi shunday so'qatdi. Agar u meni qo'yib bersa, qechib ketishga maqdurim yetmas deb o'ylayman. Bir-birimiz bilan so'zlashmay bog'ning oxirigacha bordik. Kamra mening o'ylig'imdan bakrak, xafa va g'amkin ko'rinadi. Bu 3 oy ichida nimalar bo'lib, aramizda qanday o'zgarishlar bo'lganini bilmayman. Biroq mushu soatda o'zimni uning oldida ayiblik deb bilib, hozirgacha qilgan yovaylig'im uchun pushaymon qilardim. Qish o'ttirlari ekanligini unutildirg'idek bir chiroyli va jimjit kecha edi. Atrofimizdagi yalang'och tog' to'pilari marjondek qizirib tovlanadi.
Kamronga qilgan gunohimni shuncha tez e'tirof qilishimni bilmayman, bu manzirning ta'siri bormikin? Shu topda uning ko'nglini oladigan bir jumla so'z tepish men uchun bekmo zarur bir ehtiyojga aylandi. Lekin menga hech narsa kelmaydi. Endi kaynimizga yenishdan boshqa yo'l qolmagandan keyin Kamron mush yerda bir oz o'ltiraylikmi Farida dedi. İxtiyor senda dedim. Va'dalashganimizdan beri birinchi qitim uni sallishim edi. Kamron shimiga parvo qilmasdan bir tashning ustiga o'ltirdi. Men darrov qo'lidan tutib turg'izdim. Sen bekmi nozuksan, baxyarda o'ltirma dedim-da, ustimdagi so'zim paltoyimni yeshib yerga soldim. Nima qilyapsan Farida? Og'rib qolmasliging uchun qilyapman. O'ylasam, buningdan keyin seni asrash mening vazifamkan. Kamron bu qitimmi quloqlariga ishonmagan o'xshaydi. Nimadan deyapsan Farida? Bu so'zlarni sen menga deyapsan? Bu va'dalashganimizdan beri sendan anglagan eng yiqimli so'z bo'ldi. Beshimni ko'tarmay jim turdim. Kamron paltoyimni qo'liga elib, xuddi silavatgandek yanglarini, yaqsini, tugmalarini tutatdi. Sana bir oz alam qilishni o'ylagan edim Farida. Endi hammani unutdim. Ko'zimni yardim ammasdan. Men sana hech narsa qilmadim-ku, dedim. O yana yavoylik qilishimdan qo'rqqandek yaqin kelishga jur'at qilolmay. Meningcha qildim, hatto ortiqi bilan qildim. Va'dalashgan odamni shuncha xo'rlamdi. Ko'nglimga bo'lmag'ur gumonlar tushdi. Mo'jgan xatolashdimikin deb o'yladim. İxtiyorsiz kulib etdim. Kamron ajablanib sababini so'radi. Dastlab javob berishni xohlamadim. Turib olgandan keyin ko'zimni unudan ilib qochib. Mo'jgan xatolashgan bo'lsa, mundaq bo'lmas edi, dedim. Mundaq deganing nimasi? Ya'ni va'dalashgan demakchimisan? Ko'zimni yumib olib, ikki qitim beshimni langshitdim. Farida. Faryodga o'xshagan bu past ovoz hozirgacha qulig'imdan ketmaydi. Ko'zimni ochganimda uning yo'g'on ichilgan ko'zida ikki tomchi yoshni ko'rdim. Mush minutda meni shunchalik baxtli qildingki, jon uzayotganimda esimga tushsa yig'layman. Menga bunda qarama. Sen texi kichiksan. Bunda ishlarni tushunmaysan. Endi hammani unutdim. Kamron biraklarimdan tutib turadi. Bilqut xazinasi. Men o'zimni qochirmadim. Biroq yumrat yig'lashga boshladim. Yig'amdan Kamron qo'rqib ketdi. Kelgan yo'limiz bilan yong'inimizdami? Texchilik xursinib, yiqildab bo'g'latdim. U menga tegishga petinolmaydi. Men bo'lsam uning ko'nglining joyiga tushganligidan xushal bo'ldim. Uyga yaqinlashganda, "Sen avval kir, men ko'lda yuzimni yuvib olay. Bu ahvolda ular meni ko'rsa nima deydi?" dedim. To'satdan esimga tushganda qilib Kamrondan so'radim. "Yevropaga sayohat qilmoqchi ekansan, rostmi?" Mundaqli bir xiyol, to'g'risi bu mening fikrim emas. Madriddagi tog'amning fikri. Sen nereden anladın? Bir az ikkilanib turgandan keyin doktorning qizidan dedim. Doktorning qizi sana shuncha ko'p xabarlarni yetkazib turdi ekanda Farida. Kamron yuzimga diqqat bilan qarab turardi. Qizarib ketib, beshimni burib oldim. Opamning kasalligi bir bahona bo'lmasin yana. Rostini ayt Farida, sen mushu ish uchun keldingmi? U
manga yiqilishib beshimni silmoqchi bo'ldi-yu, biroq mening hurkishimdan qayta aramizni buzadigan biror kelishmaslik chiqishidan aymandi. Halbuki men aksicha uning ko'nishga boshlagan edim. U savolini yana bir qitim takrorladi. Taxminim to'g'rimi, Farida? Kamranni xush qildiganligimni his qilib, shundoq deb beshimni langshitdim. Nima degan yaxshi. Bu kecha shunchalik ta'lim keldiki. Qo'llarini men o'tirgan o'rindiqning yo'lanchikiga tirab, ustimga engishdi. Shu topda to'rt tarafimdan qo'rshib ilingan edim. Bu menga qo'l tekkizmasdan yiqilish uchun topgan bir quvliqi edi. O'tirgan yerimda kirpidak tugilib, neramni qisib kaynimga tirajidim. Bekmi yaqin turgan yuziga qaramaslik uchun qo'l yog'lig'imni o'ynab turib so'radim. Tag'am nimani taklif qilibdi? Natayin bir ish, meni elchixonaga kotib qilib yanida tutmoqchi ekan. Aniq bir kasbi yoki biror xizmati bo'lmaslik er kishi uchun aytganda cho'ng yetarsizlik hisoblanadi. Men uning fikrini aytayapman. Kelajakda bir elchixona xizmatchisi bilan Yevropaga berish balki Faridani xushal qiladi debdi. Shuning o'xshash bir muncha gaplar. Suhbat jiddiy tus og'ashqa, Kamran meni qo'rshoqdan chiqadi va qaddini rosladi. Men shu hamon o'rnimdan turdim. So'zimizni davomlashtirdim. Bu taklifni nimishqa natayin bir ishtaysan? Yevropaga berish seni xushal qilmamdi? Bu tarafini davatmayman. Bundan keyin o'zim xohlagancha ish qila olaman. Hayotimga aloqador har qanday narsani sening bilan maslahatlashishga majburman. Shunaqa emasmi? Undaq bo'lsa tag'in. Demak, mening Istanbuldan ketishimga rozi ekansan-da, Farida. Agar er kishi uchun bir kasb ahli bo'lish zarur bo'lsa, sen mening o'rnimda bo'lsang ketarmiding? Ketatdim-ku deyman. Yana sening hozir shunday qilishing kerak deb o'ylayman. Iqror qilishim kerakki, bularni faqat tilimni so'zlab o'tdim. Shu topda dilimda butunlay boshqacha so'zlar. Seni tashlab ketaymi deb so'rag'ashqa boshqacha javob chiqqandi. Shunga menimi tushunish kerak. Yana bir tarafdan Kamranmi bu ayrilishni shuncha oson qabul qilganimga ranjigandek edi. Bir ikki qadam mang'andan keyin menga qayrilib yana shu savolni takrorladi. Demak, tag'amning taklifini qabul qilishimni to'g'ri tepibsan-da. Albatta. Undaq bo'lsa o'ylashib ko'raylik. Qat'iy qarorga kelishga texi vaqt bor. Yuragim yenakkina og'di. O'ylashib ko'raylik degandan keyin yana nima gap qoladi? Kishilar doim meningdan kutganidek cho'ng kishilarga xos ig'ir besiqlik bilan so'zlashga boshladim. Yana o'ylashib ko'rishga arzigidek ish borligini his qilmadim. Tag'amning taklifi bekmi yaxshi, qisqa bir sayohat yomon ish emas. Xizmat qisqa ham vaqtli ishmi, Farida? To'g'risi, uzun deb aytqilimi bo'lmaydi. 1, 2, 3, 4 yil degan ko'zni yumib ochqicha o'tib ketadi. Uning ustiga arada kelib tursan-da. Bu 1, 2, 3, 4 yilni barmoqlarim bilan shunchalik o'ngay sanadimki, anglayotganinglar bilqu to'rdan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bir oydan keyin Kamranni Galata portida paraxodga chiqardi. Uni Yevropaga berishga da'vat qilganim uchun urug' tuqqanlarning hammasi meni tabriklaydi. Faqat Mo'shkanlar bu ishimdan xush bo'lmadi. Takir teg'idan yozgan xatida "Zodi yaxshi ish qilmadim, Farida. Ruxsat qilmasliging kerak edi. Eng shirin chaqlaringlarni judolikda o'tkazishning nima ma'nosi bor? 4 yil shunday qisqa vaqtmi?" debdi. Lekin bu 4 yil Mo'shkanning qo'rqinidek bo'lmasdan, bekmi tez o'tib ketdi.
Kamran pensiyaga chiqqan tag'isi bilan birga Istanbulga butunlay yenib kelishdan bir oy avval men maktabni bitirgan edim. Maktabdan qutulish. Men o'qiyotgan chig'imda bu xira qorong'u binoga kaptarxona deb at qo'ygan edim. Qo'limda yaxshimi, yomonmi ish qilib bir diplom bilan o'zimni sirtqa atadigan kun mening uchun qutulish bayrami bo'lishini aytib yuratdim. Lekin kunlarning birida kaptarxonaning ishiga echilish bilan o'zimni bo'yimni yanama egiz qilib ko'rsatadigan yangi qora paranjam va egiz pashliq to'pligim bilan ko'chada ko'rib butunlay mangdab qoldim. Uning ustiga hammamni Chaharbog'da to'y tayyorligini boshlab atgan edi. Bu ishlar meni texmi gangirtib qo'ydi. Chaharbog' bo'yoqchilar, yog'ochchilar, saypunlar, yiroq yerlardan kelib qo'nib qolgan tuqqanlarimiz bilan gayda to'shib ketadi. Gayda bo'lsa bo'shab qoladi. Dilqut xazinasi. Har kim o'ziga yarasha ish topadi. Ba'zilari hozirdan boshlab bog'oq yezishga kirishgan edi. Ba'zilari kam qutilarni sotib olish uchun bozorga berib, do'konlarni arlaydi. Va ba'zilari tikadigan ishlarni qiladi. Men huduqqinimdan bekor talab bo'lib biror ishga qarashish uyoqda tursin, balki boshqalarning ishiga daxli yetkazib, o'rinsiz qiliqlarni qilardim. Bu kunlarda menga talvilik kesili yepishgan edi. Burunqidek mehmonlarning bolalarini kaynimga selib, Chaharbog'ni ostin-ustin qilardim. Hamma yerga o'xshash oshxonani remont qilib oqartirib. Shunga yangi oshpaz qoch-qumishlarni bog'ning kaynidagi chidiriga yo'tkab, tomoqni talati etayotgan edi. Bir kuni kechqurun u chidirning oldida ichiga shakar silingan samsini mayda qizartib o'tadi. Darhol aqlimga bir shaytonlik keldi. Balalar, sizlar katakning kayniga lo'kib, ovozinglarni chiqarmay turinglar. Men tatliq samsa o'g'irlab kelaman. Aradan 5 minut o'tmay liq to'shqizilgan tovoqni ko'tarib, kichik do'stlarimning yiniga keldim. Balalarga o'z hassini tarqitib etib, tovoqni katakning ichiga tiqib qo'ygan bo'lsam, bekmi yaxshi bo'lgan ekan. Rastini desam, oshpazning bilib qilib, g'azablanib, u yoqdan bu yoqqa yuguraydiganligini o'ylamabdiman. Bir ozdan keyin chidir oldida g'avg'o ko'tarildi. Oshpaz: "Xudo haqqi, o'g'irlaganning beshini yanchib o'taman", deb vaqiraydi. Qattiq qo'rqib ketgan bolalar mening gapimga kirmay qechishga boshladi. Bir hisobda yaxshimi bo'ldi. Ko'p o'tmay oshpaz bizni berib qilib, qo'lidagi kap-ko'rni pulanglatib, saranglardek hujum qilishga boshladi. La'nati oshpaz bolalar orasida cho'ng men bo'g'ashqa, boshqalarni tashlab, meni qo'g'lashga boshladi. Shu aradan putlashib ketib, dum tushdida achchiqi talakka yetdi. Oshpaz yeni kelgan bo'lg'ashqa ahvol bekmi chatoq edi. Tutilib qolsam ahvolni tushundirgicha, hech bo'lmaganda bir ishga kep ko'rib, sharmanda bo'latdim. Bog' tarafga qechishning amali bo'lmag'ashqa, ilojisiz ko'chaga qechishga boshladim. Qechib o'tib, o'limning baricha vaqiraydim. Xudoyim saqlab ta'limga atgandan beri ishlayotgan qiyri saypon qiz Dilbar Kalfa ishkisi havo yegili baqib chiqqan ekan. Yo'lning chetidan ularni ko'ribla, "Kelayotdi" deb bo'yniga esilib, kaynini yusharindi. Dilbar Kalfa oshpazning kapko'riga qo'lni uzatib: "Nima qilyapsan, oshpaz usta? Sarang bo'lib qoldingmi? Bu kelin xinim", deb vaqiradi. Boshqa vaqt bo'lsa-da, mushu so'zi uchun cho'qim Dilbar Kalfaning adibini bergan bo'lardim. Lekin shunchalik qo'rqib ketibdimanki, ixtiyorsiz uningga qo'shilib vaqirab ketdim. "Xudo haqqi, men kelin xinim bo'laman, oshpaz usta". Men bu oshpazdek sarang va ta'tir odamni ko'rmagan. U Kalfa bilan saypon qizning so'ziga xiyligicha ishonmadi. "Yo'q, bunda o'g'ri kelin xinim bo'lmaydi", deb ko'tildi. Bir hazardan keyin ochiqini sal besib,
Undaq bolsa barakallah keling xelim, dedi. Rost bolsa, menga yangi shim elib bersan. Qara, shimimning tizi yirtilib ketdi. Bechara odam yiqilganda burnimi so'rilib ketibdi. Xudoga shukr, burnimni to'laysan deb turibamdi. Yoshirish uchun harakat qilganimga qaramay, bu komediya hammasining qulqiga ketdi. Har qitimliq tomoqda menga qarab kulish odatga aylandi. To'yga 3 kun qolgan edi. Yana har kuni kechqurunqidek bog'chining eshigida bolalar bilan org'anchi sakrab o'ynayotganimda yangi bir hujumga uchradim. Lekin bu qitimqisi meni oshpazdan qutqizib olgan Saypun qizdan keldi. Bu 60 yoshga kirib qolgan qiz bu oqshom menga qarshi hujumga o'tdi. Kechiring, bir necha kundan keyin sizni madam deb chaqiramiz. Bu qilganingiz to'g'rimi? Kiyimingizni oxirgi qitim kiygizib ko'zdan o'tkazish uchun 20 soatdan beri sizni izlab yuraman. Ang yamani Basima hammammi bu Saypun qiz bilan birga edi. Chiroyidan Saypun qiz bilan so'z talashib qolsam, uning tarafini oladigandek qiladi. Kechiring, mushiyada edim. Xudo haqqi izdiginingizni bilmabdiman. Hammam gap qilmay turamadi. Har qachon meni adabga o'rgatmoqchi bo'lganida qildiganidek enkimdan tutib, erkiltib turib. Jinim balam, sen o'zingning ovozing, kulkang bilan bo'lib boshqalarning so'zini anglar emassan. 3 kundan keyin mehmonlar orasida biror ish chiqarishingdan ansirayapman. Doim qidak dangvash, sho'x ko'ringanimga qaramasdan, bu kunlarda qarama-qarshi hislar ichida qiynalib, erkilash, kishilarga yaqinlashish ehtiyojida ich-ichimdan ezilib yuratdim. Enkimni hammamning qo'ldan tortib olmasdan, etkimning uchidan tutib, tizimni yenikkina bukib salom berdim. Xafa bo'lmang hamma, ko'p emas, faqat 3 kunda tishingizni tishlang. 3 kundan keyin siz menga hamma emas, balki boshqa ism va boshqa sifatdagi kishi bo'lasiz. O chaqda chala qushining hammasi qilgan noziva erkinlikini, Farida boshqa xonim apandiga qilmaydiganligiga ishining. Hammamning ko'zi yoshga to'ldi. Yuzimdan so'yib turib, men hamisha sening opang o'rinda bo'lib keldim. Bundan keyin shunday bo'lib qolaman Farida, dedi. Yurakimdagi hayajon shu darajaga yetdiki, uni dast ko'tarib olib, yuzidan so'ydim. Saypun qiz ba'zi ushshaq tikishlardan boshqa hamma yeri bitgan oq ko'nglimni qo'liga olganda qizarib ketganimni sezdim. Uy ichidagilarni bir-birlab so'yib, yalvorishga boshladim. Sirtqa chiqib tursanglar bo'lmamdi? Oldimlarda kiyinamaydi ekanman. Uzun etekli ko'ylakda chala qushining to'zga o'xshab qolganligini tasavvur qilsanglar bo'ladi. Voy xudoyim, nima degan kulkilik. O'zimni kulib ketibdiman. Bu ish oddiy kiyim bilan bo'lsin-ku deb shuncha yalvorsammi, hech kim holimga yetmadi. Saypun qiz ko'ylakni ilib, menga yaqinlashgan sari men bir semina tutqili kelayotgandek bulumga qachatdim va dara-dara titraydim. Sirtdagilarning vang cho'nga kuchayib ketdi. Ular cho'qim uyga kiramiz deyishdi. Birdan turib turinglar, o'tinib qolay. Birdan turib turinglar, keyin hammani chaqiraman. Ularga shunday deb yalvordim. Lekin ular unimadi. Bizni aldayotdi, keyin yeshayotgandan keyin chaqirdi. deb baqirishib ishni ittiribdi. Dal shu chog'da ikki taraf o'tirsida qizg'in tortishish boshlandi. Sirtdagilar, bolalar, cho'nglar o'lash-cho'lash ittirishib, kulishib, ishni ichishga qistashdi. Men bor kuchim bilan ishni tirab turatdim. Temir mahalliq batinkalari bilan yerni tepib, hujum jang deb baqirashgan bolalarning vang cho'ngidan butun shahar bag'dikilar yugurishib keldi. Saypun yinimga kelib, "Unda qilmanglar, Xudo haqqi ketinglar. Ko'nglik yirtilib ketadi."
deb baqiraydi. Lekin uning ovozini hech kim anglamaydi. Nemishqidir birdalla vangi cho'ng tinjidi. Ishikka bir oyoq tovushi yaqinlashdi. Kamranning "Och Farida, bu men. Menga ruxsatmi? Meni kirgizgin, men senga yordam qilaman." deganini angladimda jon benim chiqib ketdi. Bu qitim hammasi kirsa mayli, lekin senga kirmagin. Xudo haqqi ketgin. Voy xudoyim-ey, men yig'layman jumi deb yolvorishga boshladim. Kamran bu yolvorishlarga parvo qilmadi. Ishni qattiq ittirib ang'irg'ay ichibatdi. Men chir-chir chaqirib bir bulunga qochdim va qo'limga chiqqan bir paltoga o'rnib oldim. Saypum hushdan ketay deb qoldi. Esib ko'ngli xarob bo'ladigan bo'ldi deb chechini yulishga boshladi. Kamran paltoning bir uchidan tutib kulib turib, "Yengilginingga tandaygin Farida, endi osh, ko'nglikni ko'ray" dedi. Men un-tinsiz va harakatsiz qaytib qolgan edim. U birdan kutgandan keyin yana so'zini davom qildi. "Farida, hozir sirtdan kelishim. Bekmo charchab ketdim. Meni avvar qilma. Ko'nglikni ko'rishga shunchalik qiziqyapmanki, yana tarsal qilib turib olsang, zo'rlik qilishga majbur bo'laman. Qara, 5 kit sanayman. 1 2 3 4 5 Kamran mumkin qadar kechiktirib aytgan 5dan keyin paltoni qayirib, ko'z yoshlar bilan yuyilgan yuzimni ko'rib, bekni xudiq qilib qoldi. Uydagilarni chiqarib etib, ishini etib qo'ydi. Sayfulning hayronlikdan tili tutildi. Kamran mu taxminan shu ahvolda edi. Bir ozdan keyin uyalgan va g'amkin bir ovozda: "Apoqil Farida, men sana mundaqli bir chaqchaq qilmoqchi edim. Buningga haqqim bor deb o'ylabdiman. Biroq sen texchilar bir bola ekansan, meni kechirgan bo'lamdi" dedi. Beshimni paltoga o'rib olib javob berdim. "Bo'ladi, lekin sen hozirmi chiqib ket. Bir shart bilan. Seni bog'ning keyindagi qiyoning yanada kutaman. Esingda bormi? 4 yil avval bir kashqurunliqi sening bilan shu yerda yarashgan edim. Hali ham shunday qilamiz. Ma'qulmi?" Sal ikkilanib turgandan keyin "Ma'qul boraman, lekin hozir chiqib ketgin" dedim. Bechora Saypun qizning bu g'alati mijozli kelin bilan so'zlashgudek madari qammagan edi. U gap qilmasdan ko'nglimni saldirgandan keyin alrang qisqa ko'nglimni kiyib oldim. Ustidan qora maktab partiqini taqib, mujgamning yuziga qaramasdan o'z uyimga kirib, yuzimni sovuq suv bilan ko'zlarimdagi qizillik yutkichi yuvdim. Baqi chiqqanimda atrof qorong'ulashgan edi. Endiki gap o'zimni hech kimga ko'rsatmasdan uning yeniga berish edi. O'zimni aylanib yurganga selib, oshxonaning kayniga o'tib, oshpaz bilan bir ikki og'iz gaplashdim. Keyin asta sirtqa qarab mangdim. Maqsadim izimni yo'qotgandan keyin bog' temining to'ridan o'tib, uning yeniga berish edi. Lekin anglayotganinglar Dilqo to'ridan angtilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Daim ochiq turadigan ko'cha eshigining oldida qora taranjilik uzun bo'yliq bir xotin ko'zimga chiliqdi. Yuzida chumparda bor edi. Chahar bog'dagilardan bir narsa so'rash niyati bo'lsa-mu, ishkirsiga kirishga petinolmayotgandek bir ko'rinishda edi. Kamran xiridan beri meni saqlayotdi. Chumparda ichidan tonish chiroyning chiqishidan va meni gapga tutishidan ansirab, yo'limni o'zgartib, daraxtlar orasiga o'zimni olmoqchi bo'lib edim. Ayol birdan meni chaqirib qoldi. "Kichik xonim, sizni sal ovora qiladigan bo'ldim." Ilojisiz kaynimga yenib, darvozaga qarab mangdim. "Marhamat xonim apandi, biror ishingiz bormidi?" "Marhum Sayfiddin Pashaning chahar beg'imi shumi?" "Shundoq apandim.
Siz mushu Chaharbog'da turamsiz, efendim? Ha. Undaq bo'lsa sizdan bir narsa so'rayman. Qani, so'rang, efendim. Men Farida xonim efendi bilan ko'rishmoqchiman. Sal andikib qoldim. Kulavatmaslik uchun beshimni tuvan qilib oldim. Birinchi marta anglayotgan xonim efendi so'zi menga shunchalik g'alati tuyuldiki, Farida xonim efendining o'zim ekanligini aytishga hargiz petinolmadim. Levimni tishlab turib, "Bak yaxshi xonim efendi, marhamat, ishqirga kirib so'rasangiz, Farida xonimni chaqirib beradi," dedim. Qora taranjili xotin darvozadan kirib menga yaqinlashdi. "Sizni uchratganim bak yaxshi bo'ldi, bolam. Siz yordam qilib, meni Farida xonim efendi bilan yolg'iz uchrashtirib qo'ysangiz, mumkin bo'lsa buni hech kim bilmay qolsa." Ajablanib yuziga qaradim. Atrof qorong'u bo'lg'ini va ayol chum pardasining ochmag'ini uchun yuzini farq qilolmadim. Sal ishkilangandan keyin, "Xonim efendi, aldirab turganim uchun to'g'risini aytishga jur'at qilmadim. Farida men bo'laman." Xotin hayajonlandi. "Kamranbay bilan to'y qiladigan Farida xonimmi?" "Chaharbog'da bir Farida bor, xonim efendi," deb kulimsiradim. Qora taranjili xotin birpala to'xtab qoldi. Bir oz avval o'zini Farida bilan ko'rishtirib qo'yishimni sabrsizlik bilan kutgan bo'lsa, hozir oldimda bu taqitib turishiga qanday ma'no berishi mumkin? Ajaba, mening Farida ekanligimga texchilik ishonmayotgandir yoki boshqa bir ish bormi? Qiziqishimni yoshirishga tirishib, yana gap qilishga majbur bo'ldim. "Telefoningizda o'rindoshni kutyapman, xonim efendi." G'alati ish, bu xotin texchilik gap qilmay turadi. Niraroqdagi daraxtlar orasida turgan o'rindiqqa ko'zim tushdi. "Xohlasangiz oviyaga berib o'tiraylik, xonim efendi. Daxlsiz gaplasha olamiz." Xotinning sukuti o'rindiqqa berib o'tirgandan keyin davom etdi. Oxiri bir qarorga kelgan bo'lsa kerak, qo'pol bir harakat bilan chumbardisini ko'tardi. 30 yoshlardagi aqlli bir xotinning asabiy chiroyi ko'rindi. Qorong'u tushkuniga qaramay, yuzining dahshatli bir alpozda sarg'ayib ketganligi ko'rinib turardi. "Farida xonim, men bir ko'na saboqdishimning majburiyati bilan elchi bo'lib keldim. Biroq ustimga olgan vazifamning bekmi mushkul ekanligini faraz qilmabdiman. Sal avval sizni ko'rishga taqozo bo'lsam, endi ketishni o'ylayapman." Vujudimga titrak o'lashdi. Yuragim qattiq so'qatdi. Agar sal g'ayrat qilmasam, uning deginini qilib qochadiganligini sezdim. Ilojimning boricha tamkin qiyofatga kirishga tirishib, "Vazifani bajarishingiz kerak, xonim efendi. G'ayrat qiling. Saboqdishingiz meni tunimdi ekan." "Yo'q, to'g'risi o'zingizni ko'rmagan. Faqat Kamranbayning va'dalashgan qiz ekanligingizni biladi." "Kamranbayni tunimdi?" Endi menda ortiqcha savol so'rashga mador qolmagan edi. Shu topda taqozolikdan sarang bo'lay deb qolgan bo'lsammi, u xotin rostini ketishga tamshalsa, uni yo'lidan qaytarmas edim-ku, deb o'ylayman. "Menga qarang Farida xonim, nemishqa ishkilanib turib qolganimni tushunmaysiz. Men bu yerda bo'yiga yetgan bir xonim efendiga uchiraman deb o'yladim. Holbuki oldimga bir maktab bolasi chiqdi. Sizni ortiqcha ranjitib qo'yishdan qo'rqaman. Ishkilanishimning sababi shu." Yot xotin menga ichinayotgandek ko'rindi. Bu hol izzat nafsimga tegdi va menga kuch-quvvat berdi. O'rnimdan turib, o'tildagi daraxtga yo'landim. Qo'limni izzat nafsimga qo'shtirib, tamkin va hatto mag'rur ovoz bilan:
Bu ahvolda ishqilinib turish to'g'ri emas. Ko'rib turibdimizki, gaplashadigan so'zimiz bekmi muhim. Shunga ichinish va boshqa narsalarni qayirib qo'yib, ochiq-oshkora so'zlashsak yaxshi bo'ladi. Bu xotin mening dodilligimni ko'rib, sal o'ziga keldi va shu savolni so'radi. Kamron Beyni bek yaxshi ko'ramsiz. Buning sizga nima aloqasi bor, kim xonim apandi? Balki bordi Farida xonim. Ochiq so'zlashmasak, ishni vujudga chiqarmaydiganligimizni hasili dedim xonim apandi. Mayli, shundoq bo'lsin. Kamron Beyni boshqa birisining yaxshi ko'radiganligini aytishga majburman. Yaxshi ko'rish mumkin xonim apandi. Kamron bir muncha ortiqchiliklarga ega yosh yigit. Boshqa birisining uni yaxshi ko'rib qilishini alayda ishlab hisoblamayman. Bir tal yaproqni shildirlimig'idek tep-tinish va go'zal yozning bu kechasi kutilmagan bir bo'ronning chiqishini sezib, o'zimda qayerdandir paydo bo'lgan kuch bilan buningga qarshi tayyorlandim. Bu xotinga qilgan oxirgi bir jumla so'zimda bir oz zangliqmi bor edi. O'rnidan turmasdan o'zini rostlashidan, asabiy bir harakat bilan paranjisining etikini to'zitib, o'rindiqning yo'lanchigini tutishidan, uningni bu gapni tezroq tugutish qaroriga kelganligini sezdim. U mashindek tez va xunuk bir ovozda shundoq dedi. Dastlabki qarashda bir bolada ko'ringandingiz. Mana endi har jihatdan yetilgan, yuqori fazilatli bir yosh qiz oldimda turibdi. Afsuski, Kamron Bey sizning qadringizni bilmabdi. Mobodo bilgan bo'lsa-mu, o'tkinchi bir havasga berilganmikin, buni bilmayman. Ish qilib 2 yil avval mening saboqdishim bilan Yevropada tanishib qoldim. Sizga buning nerisini aytish kerakmi yo'q? Beshimni langishdim. Sizingizning rostligini isbotlash uchun bo'lsa-mu, aytishingiz kerak, dedim. Saboqdishimning ismi Munavvar. Ko'na saroy amaldorining qizi. Birinchi qatim o'zi yaxshi ko'rgan odam bilan to'y qilib baxtli bo'lolmagan edi. Keyin kasal bo'lib qoldi. Doktorlar Yevropaga berish haqida maslahat berdi. Butunlay saqiyib vataniga qaytadigan chog'da beshiga bu savdo tushibdi. Kamron Bey ma'lum vaqtda Shveysariyaga borgan ekan. Nima ish uchun borganini bilmayman. Ular shu yerda uchrashib qoldi. Shveysariyaga Kamron Bey bir haftaga borgan bo'lsa-mu, u yerda 2 oy turib qoldi. Balki shu sababdan jazoga uchragandi. Ruxsat qilsangiz, bir narsani so'ray. Saboqdishingizdan mening bu ishlarni bilishimni xohlashidan maqsad nimikin? Yat xotin bu qitim o'rnidan turishga majbur bo'ldi. Palay kiygan qo'llarini o'g'lab. Mana buni deyish qiyin. Munavvar sizning kushanmangiz bo'lib qoldi. Astag'firulloh. Shunda Farida xonim. Lekin u yomon ayol emas. Bakmu rahimdil. Kamron Bey uning uchun mundaqli bir havas emas. Uning bilan to'y qilish niyati bor. Bu ishda gunoh surishtirilsa, hammasi Kamron Beyning gunohi. Chunki boshqa birisi bilan va'dalashganligini yushirgan. Meni bu sat ishni qilishga majbur qilgan narsa shuki, men og'riq yotgan bu rahimdil xotinning o'lib tatib qilishidan qo'rqaman. Ya'ni Kamron unga uylansin demoqchimisiz? Yolg'on so'zlab nima qilay? Munavvar bu xabarni olgandan keyin cho'qim o'zin yashamaydi. Becharaga o'g'il. To'g'risi har ishqalog'imi o'g'il. Ortiqcha gap qilayotganini bildirmoqchi bo'lgandek, qo'lim bilan ishora qilib kuldim. Meni aralashtirmang. Hozir faqat uni o'ylang. Nemishqa Farida xonim? Garchi Munavvar shuncha yillik saboqdishim bo'lsa-mu, siz bakmi yaxshi va bu ishda butunlay gunohsiz bir yosh qizsiz. Shuning uchun sizga echinaman.
bu qitim texmi qo'pollik bilan mag'rur bir qiyofatda. Onunga ruxsat qilolmayman. Endi so'zlashadigan gapimiz qolmagan bo'lsa kerak, dedi. Yat xotinning bir narsa izlaganda qo'l so'ngisini echib yopqanini ko'rdim. Mening gapga xotima berish niyatida ekanligimni ko'rib, tiklangan bir qog'ozni chiqardi. Farida xonim, balki so'zimga ishonmaydi deb Kamran Beyning taxtini ilib keldim. Buni ko'rish sizni xafa qilamdikin bilmayman. Xatni ishtirok etmoqchi bo'ldim, lekin xatoga yo'l qo'yishdan qo'rqib oldim. Xohlasangiz bu xatni sizga qoldirib ketay. Keyin o'qib oling. Savoqdishimga buning keragi qolmadi. Nöramni qisib. Menga lozimi yo'q. Savoqdishingizga xotira bo'lib o'zida qolgani yaxshi. Faqat 1 minut ruxsat qilsangizlar, birli ko'z yugurtib chiqay, dedim. Qorong'ulik quyuqlashgan edi. Daraxt orasidan yo'lga chiqib, xatni ko'zimga yaqinlashtirdim. Bu yiziq menga tonish bo'lg'achqa o'ng'ayli o'qiy oldim. Xat mening seriq gulim deb boshlangan. Keyin bir qator tasvirlar. Quyosh chiqishdan avval yer yuziga bilinar-bilinmas qandaqdir bir yo'riqlik chechilgan bo'lsa, seriq gulni ko'rishdan avval uning qalbiga shunday bir yo'riqlik chechilgan ish. İçimde tushunib bo'lmaydigan bir xushallik bor. Men cho'qim alayda bir narsaga yo'liqaman deyilgan. Oqibat bu alayda ishmi bo'pti. Bir kuni kechqurun mehmonxonaning bag'chisida chiroq yo'riqida seriq gulni ko'z oldida ko'ribdi. Uningdan keyingisini shunchalik tez o'qidimki, ba'zan sira quyuqlashib qolgan qorong'ulikda ko'zim yiziqlarni aram-aram taraq qiladi. Şuna köp yerini esimde saqlaganmidan desammi bo'ladi. Biroq nemişqidir, xatning bir necha qitim o'qib chiqqan oxirgi qurlarini hozirmi ko'z oldimda aniq ko'raman. Qalbim bo'sh edi. So'ygi o'ti bilan yonatdi. Sizning nozik qomatingiz, ko'k ko'zlaringiz bilan ko'z oldimda ko'rganimda hamma narsaning rangi o'zgardi. Yat xotin eg'ir qadamlar bilan yonimga kelib, titrak ovozda: "Farida xonim, sizni ranjitdim. Lekin ishoningki," deb so'z boshlagan edi. Men birdan silkinib so'zini kesdim va xatni uzatdim. "Nima deganingiz? Xafa qiladigan hech narsa yo'q. Bu odatdagi ishlar. Hatto sizga rahmatni aytaman. Menga haqiqiy ahvolni tushuntiringiz. Endi sizdan ijozat so'rayman," dedim. Beshimni yenikkina egib, xo'shlashib menib ketdim. U kaynimdan takror chaqirdi: "Farida xonim, 1 minut ruxsat qilsangiz, endi saboqdishimga nima deyman? Vazifangizni o'rindig'ingizni ayting. O tarafini o'zi biladi. Ish tamom." Yat xotin yana bir nimalar dedi. Lekin men anlayolmadim. Aldirab daraxtlar orasiga kirib ketdim. Yana bir qitim yarishishimizni ko'ramaydigan qiyoyinida Kamran meni qanchalik saqladi ekan bilmayman. Saqlashdan zerikib meni izlab kirganda ustal ustidagi tuz siziqliq daftari varqiq yozilgan tuvandagi bir necha quruq xatni ko'rish bilan har holda o'tqib qolgandim. Kamran Bey efendim, Seriq gul romanini boshdan oyoq o'qib chiqdim. Endi ta o'lgicha bir-birimizni yana bir martaba ko'rish yo'q. Seningdan nafratlanaman, Farida. Dilqut şirketida ovozga elinib, Dilqut to'g'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Rishad Nuri Guntekinning Shenjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chaliqushi nomli romanini bugun mushagicha anglatdik.